Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir navbatdagi ijodimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Inshaalloh tugatib oldik. Tanishtirib borar bo'lsak do'stlar, birinchisiga mo'yka qo'yib berdik. Hamda uzun rabochiy stol, 60 talik qozon, 22 talik qozon. Har doimgidek tandirlarimiz 12 ta, 14 talik deyiladi. 12 ta tushadi. Bu tomonga do'stlar rabochiy stol qo'yib berdik. Hamda gaz plita. Gaz plitasi ham o'ta akkuratniy holatda tushdi. Qo'llarim dard ko'rmasin bolam. Aytganingiz kelsin xola. Endi bitta sinov joyi. Xo'sh do'stlar, har doimgidek sinov jarayonlarini ko'ramiz. Bitta. Qani Jamshidga? Sinashlarni bitta ko'rsatib o'ring. Даже mana ozgina o'tin yoqdik. Даже qaynab bo'ldi o'tinlari. Ko'ryapsizlar. Tortuvlari ham o'ta go'zal. Ikkitasi bitta. Tortishlari. O'ta dahshat. Oldiga kirib ketaveradi. Bemalol ishlashda ham issiq tegmaydi. Bemalol ishlab, men oldida ham ro'parasida ham oziq-ovqat qilsalaring bo'laveradi. Ikkitaga bitta mo'ra do'stlar. Xo'sh, bu ijodimiz do'stlar Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumani Guliston mahallasida bo'ldi do'stlar. O'ta go'zal holatda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xudo xolasa keyingisi niyat qilsalaringiz silardik.